Assalomu alaykum. Fuqarolik ishlari bo'yicha Yakkasaroy tumanlararo sudida zapravkalarda naqd pul to'lovi qabul qilinmasligi bo'yicha Rasul Kushurbayevga oid navbatdagi sud majlisi bo'lib o'tdi. Assalomu alaykum, hurmatli protsess ishtirokchilari. Bugungi sud majlisida javobgar Kushurbayev Rasul Kushurbayevich hamda javobgar Western Group rahbari Abdulloh Bezikmarat Nazir kelganda protsessni boshlaymiz. Sud majlisi o'zgarmagan tarkibda davom etadi. Qisqacha tushuntirib bersangiz, da'voringizni qo'llab-quvvatlaysizmi? Da'voringizni qo'llab-quvvatlayman. Demak, qisqacha mazmuni haqida aytib o'tadigan bo'lsam, joriy yil 9-may sanasi kechki soat 22:30 lar atrofida Toshkent shahridagi Shotar Ustarevi ko'chasida joylashgan Mis nomli avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasiga kirganimda 10 litr yoqilg'i oldim. Shu payt to'lovni onlayn yoki plastik karta orqali to'lash mendan so'rashdi. Men o'z o'rnida bunaqa imkoniyatim yo'qligi, men naqd pulda to'lamoqchiligimni aytib, naqd pul taqdim qilganimda ular tomonidan rad qilindi, naqd pul ola olmaymiz deyildi. Bunga asos qilib prezident farmonini keltirishdi. Men o'z o'rnida o'sha konstitutsiya va amaldagi mavjud qonunlarga asosan naqd pul to'lov huquqim borligini bildirib, mendan naqd pul olishni so'radim. Ular rad qildi. Orada shunaqa munozara bo'lgandan keyin holatga oydinlik kiritish bo'yicha ichki ishlar xodimlarini chaqirdik. Men murojaat qildim. Ichki ishlar xodimlari kelib holatni qaytib ketishdi va olgan tushuntirish xatlarining natijasi bo'yicha menga javob xati berishdiki, mazkur masalada fuqarolik sudiga murojaat qiling, bu yerda jinoyat tarkibi yo'q degan. Shu asosda keyinchalik fuqarolik sudiga mana Yakkasaroy tumanlariga murojaat qildim. Demak, qisqacha bo'lgan holat shu. Ya'ni so'rayotganim, meni fuqaro sifatida naqd pul to'lash huquqim tiklanishini xohlayman va mendan naqd pul olishlarini xohlayman. Bu qanchalik boshqa normativ hujjatlarda cheklangan bo'lishidan qat'iy nazar, konstitutsiya va qonun yuqori turuvchi shu hujjatlar buni kafolatlagan. Men shu kafolat ishlashini xohlayman. Undan tashqari da'vo arizaga qo'shimcha kiritmoqchi edim. Hozir avval iltimosnomangiz bormi? Holat bo'yicha iltimosnomam bor. Endi bizda mana sudlarda ochiqligi bo'yicha alohida tartiblar belgilangan. Mana shu imkoniyatdan foydalangan holda men bugun ommaviy axborot vositalari boshqa shaxslar ishtirok etyapti. Ochiq sud majlisi tartibida o'tkazib, bu jarayonlarda o'sha video, foto yozish uskunalariga yozib olishga jurnalistlarni faoliyatini amalga oshirishga ruxsat berishni so'rayman. Agar javobgar tomon qarshi bo'lmasa, buni so'rayman. Shu iltimosim. Ваше мнение, fikringiz, iltimosnoma bo'yicha fikringiz. Endi ishlar bo'yicha hammasi to'g'ri. Endi Yo'q, hozir da'vogar tomonidan iltimosnoma bo'ldi. Sud majlisiga ommaviy axborot vositasini jalb qilish bo'yicha. Rozimisiz? Sud o'z joyida ajrim qiladi. Iltimosnoma qanoatlantirilsin. Ommaviy axborot vositasi jalb etilsin. Faqat eslatib o'taman, mazkur fuqarolik ishi ikkinchi sud majlisi davom etmoqda. Shu sababli ikkinchi sud majlisidan ruxsat beriladi. Sud majlisi davom etadi. Da'vogarga savolingiz bormi? Men hali tugatmadim. Tugatib olaymi? Marhamat. Xo'p. Demak, yuqorida bayon etib o'tdim. Demak, o'sha benzin quyish shoxobchasida naqd pul to'lov rad qilingandan keyin sudga murojaat qilishga to'g'ri kelganligini aytdim va da'vo arizaga qo'shimchamni hozir o'qib bermoqchi edim. Buni bir nusxasini javobgar tomoniga pochta orqali yuborganman. Agar istasalar, hozir yana bir nusxasini ularning o'ziga taqdim qilaman. Xo'p, demak, men Kushurbayev Rasul Qidirovich javobgar Western Group MCHga nisbatan bergan naqd pul mablag'larini qabul qilishdan bosh tortishni noqonuniy deb e'tirof etish hamda to'lovni naqd
shaklda qabul qilishga majbur qilish to'g'risidagi da'vo arizamni quyidagi qo'shimcha talab bilan to'ldirishni so'rayman. Asosiy da'vo arizamni 4-bo'limda bayon qilingandek, javobgarni 2026-yil 9-may kuni mening qonuniy to'lov vositasi bo'lgan naqd so'm pulimni qabul qilishdan bosh tortish natijasida mening iste'mol sifatidagi huquqlarim, tovarni erkin tanlash, lozim darajada xizmat ko'rsatilish hamda to'lov shaklini erkin tanlash huquqlarim buzilgan. Bu noqonuniy harakat natijasida men ma'naviy zarar iztirob chekdim. Kech soat 22:30 da hayotiy zarur tovar, ya'ni yoqilg'ini qonuniy to'lov vositasi orqali olgan bo'lsam-da, o'z huquqlarimni himoya qilish maqsadida huquq muhofaza qilish organlariga 102 ga murojaat qilishga, keyinchalik bu buzilgan huquqlarni tiklash uchun sudga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Bu esa ortiqcha asab, vaqt va mehnat sarflashga, shuningdek huquqiy noqulaylikka sabab bo'ldi. Iste'molchi huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 22-moddasi iste'molchi huquqlari buzilishi tufayli unga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun uni yetkazgan shaxs, basharti u aybdor bo'lsa, haq to'lashi lozim. Ma'naviy zarar uchun to'lanadigan haq miqdorini sud belgilaydi. Ma'naviy zarar uchun haq to'lash mulkiy ziyon va iste'molchi ko'rgan zararning o'rni qoplanishidan qat'iy nazar amalga oshiriladi deb belgilangan. Shuningdek, Fuqarolik kodeksining 11-122-1022-moddalari fuqaroga yetkazilgan ma'naviy nomulkiy zararning o'rni qoplanishi kerakligini nazarda tutadi. Javobgarning, meni fikrimga ko'ra, javobgarning aybi ochiq ko'rinib turibdi. Ayoq xodimi qonuniy to'lov vositasi bo'lgan naqd so'mni qabul qilishdan atayin bosh tortdi hamda men tomonidan Konstitutsiya, Fuqarolik kodeksi va qonunlarga havolalar keltirilganiga qaramasdan noqonuniy harakatni davom ettirdi. Demak, ma'naviy zarar uchun haq to'lash yuzasidan qonunda belgilangan barcha shartlar mavjud. Ma'naviy zarar uchun undirilishni so'rayotgan miqdorni men ramziy tarzda 1 so'm etib belgilayapman. Mazkur talabdan ko'zlangan maqsad moddiy boylik orttirish emas, balki javobgarning harakati noqonuniy ekanligi va uning natijasida menga ma'naviy zarar yetkazganligi sud tomonidan rasman tan olinishi, milliy valyutamizga bo'lgan so'mning qadri hamda uning qonuniy to'lov vositasi sifatida maqomini yanada himoya qilishdan iborat. Ma'naviy zararni ramziy miqdorda 1 so'm talab qilish da'voning prinsipial nomulkiy xarakterini ta'kidlaydi hamda huquqiy himoyaning asl maqsadi buzilgan huquqni tiklash va adolatni qaror toptirishdan iborat ekanligini ko'rsatadi. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 22-moddasiga ko'ra, ma'naviy zarar uchun to'lanadigan haq miqdorini sud belgilaydi. Shu bois ushbu sud miqdorini o'z ixtiyoriga ko'ra belgilashga haqli bo'lsa-da, da'vogar sifatida men minimal ramziy 1 so'm miqdorini so'rashim lozim topdim. Da'vo arizasini sudga topshirishda men 824 ming so'm miqdorida davlat bojini to'lagan bo'lsam-da, mazkur to'lov qonun talablariga ko'ra davlat bojini to'lanishi shart bo'lmagan. Chunki birinchidan, men fuqaro iste'molchi sifatida tadbirkorlik faoliyatim bilan bog'liq bo'lmagan shaxsiy ehtiyojim uchun yoqilg'i sotib olganman. Bu Fuqarolik kodeksining 790-moddasida ma'nosida tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan fuqaro, ya'ni klassik iste'molchi ekanligini tasdiqlaydi. Ikkinchidan, da'vo arizasining 4-bo'limi to'g'ridan-to'g'ri iste'molchi huquqlarini buzilish deb nomlangan bo'lib, unda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun asosida tovarni erkin tanlash, lozim darajada xizmat ko'rsatish, to'lov shaklini erkin tanlash huquqlari va kamsitish taqiqi buzilganligiga asoslangan. Da'voning mohiyati sotuvchi iste'molchiga tovar, yoqilg'i sotishda qonuniy to'lov vositasini qabul qilishdan bosh tortgandan iborat. Bu to'g'ridan-to'g'ri iste'molchi sotuvchi munosabatidagi nizo bo'lib, huquqiy asoslar orasida Konstitutsiya, Fuqarolik kodeksi va boshqalar keltirilgan bo'lsa, nizoning yadrosi aynan iste'molchi sifatida xizmat olish huquqining buzilishidir. Shu sababli iste'molchi huquqini himoya qilish to'g'risidagi qonun hamda davlat boji to'g'risidagi qonun 8-modda 1-qism 4-bandiga asosan iste'molchi o'z huquqlarining buzilishi bilan bog'liq da'volar bo'yicha davlat boj to'lashdan ozod qilinadi. Yuqoridagilarga asoslangan holda so'raymanki, ushbu asosiy qo'shimcha da'vo arizamni asosiy da'vo arizamga qo'shib, u bilan birgalikda ko'rib chiqishingizni, javobgardan mening foydamga yetkazgan ma'naviy zarar uchun 1 so'm undirishni, ushbu qo'shimcha talab ham iste'molchi huquqlarini himoya qilish bo'yicha bog'liq bo'lganligini hamda da'vo arizasini topshirishda to'langan 824 ming so'm
bo'lganligini inobatga olishingizni. Mana bu da'vo arizamga qo'shimcha. Mana bu kvitantsiyasi bu javobgarga pochta orqali yuborganlik. Umumiy arizamni mohiyat haqida ham ikki og'iz qo'shimcha aytib o'tsam mumkinmi? Hozir. Qo'shimcha da'vo arizasini qabul qilish bo'yicha fikringiz? Oldin полный tarjima menga kerak, keyin уже aytaman fikrimni. Hozir siz bular bizdan mana shu ketgan 800 ming so'm ham bizga Yo'q, taqdim. bu suddan so'radi. Sizdan 1 so'm. Sudga javob berayotganingiz o'rningizdan turib javob berasiz. Bizdan so'rayotganingiz 1 so'm. 824 ming Davlat boji. Bu suddan so'ralgan. Qaytarib berish. Chunki uni men to'laganman-da sudga. bo'ldi. Ya'ni konstitutsiya orqali siz anaqasini zaявление berasiz. Da, to'lavingiz haq bo'lgani uchun bo'ldi. Shunday. Tushunarli bo'ldimi sizga? Qo'shimcha da'vo ariza mazmuni qabul qilish yuzasidan fikringiz? Yo'q, men qarshiman. Qarshiman? Men. Sud o'z joyida ajrim qiladi. Qo'shimcha da'vo talablari ish yurituviga qabul qilinsin va mazmunan ko'rib chiqilsin. Da'vo arizamga bo'lgan asoslar haqida aytib bersam maylimi? Xo'p, demak, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida alohida qoida belgilangan bu yangi konstitutsiyada, demak, konstitutsiya to'g'ridan-to'g'ri amal qiladigan o'sha oliy yuridik hujjat sifatida keltirib o'tilgan. Ya'ni konstitutsiyaning qoidalari bu eng yuqori kuchda bo'ladi va undagi normalar to'g'ridan-to'g'ri ishlaydi, hech bir muhokamasiz. Demak, konstitutsiyaning 150-moddasida o'sha so'm O'zbekiston Respublikasining valyutasi ekanligi va barcha to'lovlar uchun cheklanmagan miqdorda qabul qilinishi ko'rsatib o'tilgan. Konstitutsiyani amaldagi qoidalarini amalga oshirish uchun qonunlar qabul qilinadi. Va bu ham konstitutsiyada ko'rsatib o'tilgan. Demak, biz amaldagi qonunlarni, shu jumladan Markaziy bank to'g'risidagi qonun, Fuqarolik kodeksining talablarida, qoidalarida O'zbekiston Respublikasida to'lovlarni naqd pul va naqd pulsiz shaklda amalga oshirish mumkinligi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Markaziy bank to'g'risidagi qonunda yozilganki, Markaziy bank milliy valyuta bo'lgan so'mni o'sha ramzlarini, belgilari qanday bo'lishini tasdiqlaydi. Va bu o'z-o'zidan demak qog'oz pul haqida gap ketyapti. Qog'oz puldagi ramz ko'rinishini tasdiqlash mumkin. Onlayn ko'rinishdagi so'mni biz ko'rmaganmiz. U qanaqadir raqamlar, algoritm ketma-ketlik u ko'rinmaydi. Ya'ni bu yerda gap o'sha tasdiqlangan qog'ozdagi ramzlarga ega bo'lgan naqd pul haqida gap ketyapti. Va mana shu naqd pulni qonuniy to'lov vositasi sifatida cheklanmagan tarzda qabul qilinishi ko'rsatib o'tilgan. Bu hatto o'sha valyutani o'zida ham ko'rsatib o'tilgan, milliy valyuta. Endi normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunimiz bor. Mana shu qonunda normativ huquqiy hujjatlar ustiga kiruvchi barcha hujjatlar, ya'ni bu demak eng yuqorisi konstitutsiya, qonun, farmon, qarorlar, hukumat qarorlari, vazirlik idoralarining buyruqlari va mahalliy hokimiyatlarning qarorlari. Demak, bular hammasi normativ huquqiy hujjat hisoblanadi va bular bir-biriga zid bo'lib qolgan holatda uni yuqori turuvchisi kuchga ega bo'lishi haqida ko'rsatib o'tilgan. Va mana shu normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunda konstitutsiya oliy yuridik hujjat ekanligi kafolatlab qo'yilgan. Undan keyingi hujjat bu qonun. Kodeks qonunga teng darajaga tenglashtirilgan va undan keyingi bosqichda qarorlar, farmonlar, hukumat qarorlari turadi. Ya'ni biz da'vo ariza bilan murojaat qilishga majbur bo'lgan holatdagi vaziyat, demak, farmonda ayrim to'lov turlari faqat onlayn yoki plastik to'lov vositasi orqali qabul qilinish haqida qoidani belgilaganligi bu amalda mavjud bo'lgan konstitutsiya va qonunlardagi fuqarolarning naqd pul to'lash huquqini cheklanishiga olib kelmaydi. Biz qonunlarni va konstitutsiyani o'zgartirmadik. To o'zgartirmagan ekanmiz, bu barchamizda naqd pulni qonuniy to'lov vositasi sifatida cheklanmagan miqdorda to'lash huquqini beradi va biz uni cheklovsiz amalga oshirishimiz mumkin. Shu boisdan mazkur holatdagi o'sha masalalarni biz tushuntirishga harakat qildik, lekin uni yechimi bo'lmaganligi sababli va tadbirkor tomonidan shu naqd pul rad qilinganda aytib o'tilgan bir fikr bor edi. Agar bular uni gapirib o'tsa, bunga ham izoh beramiz. Ya'ni hozir men naqd pul oladigan bo'lsam,
menga tegishli organlar chora ko'radi degan. Shu boisdan naqd ololmasligini aytdi, lekin baribir bu qonunda kafolat chetlab o'tishni bildirmaydi. Shu boisdan amaldagi konstitutsiya va qonunlar asosida sud mazkur holatga baho berish kerak deb hisoblayman. Bizning hozirgi holatdagi huquqlarimiz mana shu narsa buzilyapti. Va biz tadbirkorni hech bir darajada og'ir vaziyatga tushirishni istamaymiz. Va unga qanaqadir jarimalar, jazolar qo'llanishni ham istamaymiz. Bunaqa xohishimiz yo'q. Biz shunchaki ertaga tadbirkor bizni naqd pul to'lovimizni qabul qilgan taqdirda ular tomonidan aytgan kimdir bularga chora ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsa, agar sud bularni naqd pul to'lovi qabul qilishga majbur qilish haqida qaror chiqarib bersa, bu kishida asos bo'ladiki, kimdir kelib sen nimaga naqd pulni olding deydigan bo'lsa, bu kishida qonundan tashqari sud qarorining kafolati ham bo'ladiki, men sud qarorining ijrosini ta'minladim degan. Biz bir vaqt o'zida tadbirkorni mana shunday bizga noma'lum bo'lgan kuchlar orqali bosim qilinishidan ham qutqarmoqchimiz. Va hech qanaqa ularga nisbatan anaqa jazo boshqa degan talabimiz yo'q. Demak, xatti-harakatlar noqonuniyligi nimada deb hisoblaysiz? Naqd pulni rad etilishida deb hisoblayman. Qonuniy to'lov vositasi bo'lgan naqd pulni konstitutsiya va qonundagi o'sha kafolat rad etilishida deb hisoblayman. Savolingiz bor? Yo'q. Tushunarli. Siz eshitamiz javobgar tomon. Da'voringizni tan olasizmi? Tan olaman. Endi Da'voringizni tan olasizmi? tan olaman. Naqd pul qabul qilmaganimiz uchun ikkita gap o'tmoqchi edim. Birinchidan hali 25-yilda dekabr oyida 13-chizloda 246 prikaz prezidenti orqali naqd pul qabul qilish man etiladigan to'g'risida qonun chiqarilgan. Keyin bir necha 3-4 marta chaqiruv yig'im bo'lgan. Yig'im ichida bizdan dokumentga pul qo'ydirib raspiska olingan. Kim tomonidan? Centrobank, Neftinspeksiya tarafidan. Bitta sizga hujjatini hozir ko'rsatayım. Neftinspeksiya tarafidan. Ayoqlarni непосредственно tekshiradigan inspeksiya 3 marta yig'ilish qilgan, 3 marta haydovchi zapravkadan, ayniqsa mana shu qog'ozda bizani zapravkadan naqd pul olmasligi uchun raspiskani olingan. Mana dokumentini berib, pul qo'ydirib, topshirib berganmiz. Bu birinchi. Uni qoidalar buzilgandan keyin litsenziyaga rad qilish mumkin haydovchi zapravkani naqd pulga sotganligi. İkinciden, dur sekund. Janob Kusherbayev kelganlarida da'voingizdan tan olasizmi deganda признает и не признается. Tarjima qilasiz. Признаете исковое заявление? Нет, который он подал сейчас дополнительно или то, что основное признаю? Основное признаю, да. Дополнительно. Anaqa orqali 1 aprelda заместитель налогового комитета Jahangir Abdiyev полный kassa apparatlarni kuzatuv yuradigan sistemalarni buyruq bergan. O'sha hamma kassa apparatdan 1 apreldan boshlab наличный chek chiqaradigan joylarni qulib qo'yish. Hozir ochsangiz любой kassa apparat AZS'da, gazoviy zapravkalarda yoki elektrozaryadkalarda, qolgan joy anaqa. Ayniqsa bizning AZS taraflarda наличный chek chiqara olmaysiz. Naqd pul olsangiz ham наличный chek chiqara olmaysiz. Tavarish Kusherbayev kelganlarida принципиальный наличный chek menga berasizlar deb pretenziya qilganlar.
Bizda misol uchun o'tkazmalari bor, kassa apparat bor, infokiosklar bor. Bemalol naqd pulini olib, o'tkazib, kartalari bo'lmasa ham o'zimizning dejurniy karta bor, karta orqali to'lov qilsa bo'lardi. Kassa apparatdan beznalishnik chek degan chiqarsak bo'lardi. Lekin janob Kusherbayev shu narsaga ko'nmadi и наличный degan chekini so'rab talab qildi. Что в принципе невозможно. Именно bizning sohamizda, AZSda, benzin quyib olib turayotgan shoxobchalarida umuman iloji yo'q. Uning uchun bitta dokument sizga berdim. И налоговый kodekslarda agar o'qisangiz, u yerda полностью наличный degan cheklari, chiqaradigan cheklar joylari qulflangan, blokirovka qilingan. Umuman ishlamaydi. O'shaning uchun janob Kusherbayev личный korxonamizga, Lasen Groupga ayoqishga pretenziya qiladigan, вернее, qiladigan pretenziyalarga men не согласен. Rozi emasman. Rozi bo'lmasangiz da'vo arizani tan olaman deyapsiz-ku. Haqiqatdan sizlarni xatti-harakatinglar noqonuniy. Noqonuniy endi bizning tarafdan qanaqa qilib qabul qilamiz? Qilishimiz kerak edi naqd pulini. Agar men sizga hozir запрещающий dokument berdim. Kassovый apparat невозможность наличный chekni chiqarishni aytdim. Sizlar buni imzo qo'yib olgansizlar, tanishgansizlar. Xuddi shunaqa variant hozir neft inspeksiyada yotibdi, налоговыйda yotibdi. O'shaning orqali ularga pretenziya qaraganda bizani naqd pul olishiga umuman iloji yo'q edi. Bo'lmaydi ham haligacha ham. Mana shu dokument borda. Marhamat, savolingiz bor? Assalomu alaykum. Savolim o'sha sizlardan tushuntirish xati olgan ekan yoki kafolat xatimi naqd pul olmaysan degan. Aynan qaysi tashkilotlarga bergansizlar va qanaqa mazmunda shuni aniqroq ayting. Ya'ni asosan mana hozir xatni berdim. Neft inspeksiya полностью курирует qiladigan ayoqchilarni, gazовый и benzin shoxobchalarini курирует qiladigan korxona. Nima deb yozib bergansizlar aynan? Что 1 apreldan naqd pulini umuman qabul qilmaymiz. Agar qabul qilib qo'yadigan bo'lsanglar, sizlarga qanaqadir tahdid qilganmi? Litsenziyangizni olib qo'yaman deganmi yo boshqami? Nima? So'zlamadan o'tgan. Ham jarimani ham aytgan. Birinchi martaga 25 million, ikkinchi martaga 50 million. Shunaqa jarimasi ham bor ekan. Jarimasi bor, beznalicный расчет agar olsangiz. Majlisda aytib o'tilgan. O'sha tushuntirish xatida ham yozgan, shuni yozganmisizlar? Olmayman, agar oladigan bo'lsam jarimaga tortilaman degan mazmunda. Yo'q, uni yozmaganmiz, lekin men bu qaror bergan, вернее, pretenziya bergan xatirga qo'l qo'yib, ответственный bo'lib, что безналичный расчет qilamiz deb, безналичный orqali ishlaymiz deb qo'l qo'yganmiz. Uni javobgar qanaqa bo'ladi, nima hozir подписывать qilgan joylarini hozir sizga ko'rsata olmayman, но что qabul qilmaymiz deb o'sha orqali dokument bor. Ular tomonidan shu aytilayotgan gaplar rasman ogohlantirish qog'oz xat sifatida berilganmi yo faqat og'zaki bo'lganmi? Ular shu Jarima to'g'risida? jarima to'g'risida ham naqd pul olmaysan degan qo'ygan talabni ham qog'oz yozma shaklida berganmi yo faqat og'zakimi? Yo'q, mana berdim hozir. Jonson. Bundan bir nusxaga imkon bo'lsa mana tanishish. Mas'uddan so'ramoqchi edim, mana javobgar yuqorida aytib o'tdi. Neft gaz inspeksiya, Markaziy bank, Soliq qo'mitasi, shu jumladan Soliq qo'mitasidan ishlovchi Jahongir Adiyev ismli shaxs aytib o'tdi. Mana shu tashkilotlardan vakil chaqirish, shu yerga masalaga oydinlik kiritish masalasida shularni ishga chaqirib savol javob qilish masalasida ajrim chiqarishni so'radim. Sababi ular tomonidan bu kishiga qo'yilayotgan talablar qonuniy hisoblanmaydi. Ya'ni biror bir qonunda biz bilgan boshqa hujjatlarda tadbirkorda naqd pul olganligi uchun litsenziyasini olish yoki jazolash, baho qazo masalalari ko'rsatilganini tushunmaymiz. Agar imkon bo'lsa, sizlarga noma'lum hujjatlar qanaqadir bo'lishi mumkindir. Bu tashkilotlar kelib, mana shu harakatlarni izohlab bersin.
Sababi ularda mana shu bosimi tahdididan keyin bular naqd olishni to'xtatganligini, ya'ni naqd ololmayotganligini aytyapti. Undan tashqari o'sha naqd pulni qabul qilib olganda ham chek berish imkoniyati cheklab qo'yilganligini aytyapti. Ya'ni marhamat qilib mana shu idoralar kelib, qaysi qonunga asosan tadbirkorga nisbatan bunaqa talablar qo'yilganligini izohlab bersalar, maqsadga muvofiq bo'ladi. Undan tashqari, agar endi o'tgan safar sud tomonidan bildirilgan edi, iste'molchi huquqlarini himoya qilish tashkilotidan vakil chaqirish mutaxassislariga qo'shimcha ravishda yana iltimos qilgan bo'lardimki, nafaqat iste'molchi huquqlarini himoya qilish, balki prezident huzuridagi tadbirkorlar huquq manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil ombudsmandan ham mutaxassis sifatida vakil chaqirishni iltimos qilardik. Ular ham o'z joyida mazkur masalalar bo'yicha tushuntirish berib, savollarga izoh berib o'tsa, ko'proq tadbirkorlar bilan ishlaydi. O'shanga, chunki bu tashkilotlar tomonidan bu tadbirkorlarga nisbatan tahdid bosimlar bo'layotgan ekan, o'z o'rnida ular himoya qilish bilan shug'ullanadi. Balki ularning Tahdid xabari bor. bo'lsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilish kerak. Endi yo'q, tahdid emas, bosimda. Endi hozir mana aytyapti-ku, naqd pul to'lov qilish qonun va konstitutsiyada turibdi, lekin ularda naqd olmaysan deb turib, qanaqadir xatlar olgan boshqa buzilmalar. Предписание olgan va shtur vatan majlisdan qilgan, majlisda aytib o'tgan. Qonundan chetlab ular qaysi asoslarga ko'ra tadbirkordan bunday qilyapti? Shuni bu yerda sudda unga oydinlik kiritish kerak. Balki ularga nisbatan alohida ularning harakatiga nisbatan prokuratura huquq muhofaza qilish idoralari baho berish kerak bo'ladigan masalalar chiqib qolishi mumkin. Shu boisdan shulardan kelib chiqib, ularni ham sudga jalb qilish so'rayman. Iltimosnoma bo'yicha fikringiz? Endi suddan so'rasa, o'sha vakillarni boshlarini chaqirish. Shunday kesin deyapman-da. Oydinlik kiritaylik bu masalaga. Endi men qarshi emasman, menga samimiy global bizning ishimiz hal qilib bersanglar bo'ldi. Men bizning ishimiz talabi to'lamaganlar hisob. Mana sizga ko'rsatdim, bizga bergan xulosani наличный naqd pulga sotmasligi uchun. И bizniki pretenziya bo'ligi bizani olgan mahsulotimizga pulni to'lash bo'ldi. Boshqa pretenziyam yo'q bo'ligi. Sud o'z joyida ajrim qiladi, iltimosnoma qanoatlantirilsin. Ishga oydinlik kiritish maqsadida qo'shimcha tegishli organlar jalb qilinsin. Neft gaz inspeksiya, Markaziy bank, Soliq qo'mitasi, yana kimga aloqa qilgansiz? Bilmaydigansiz? 3 ta tashkilotda. 3 ta tashkilot. Hamda o'sha biznes ombudsman, ya'ni tadbirkorlar huquq manfaatlarini himoya qiluvchi organ vakilini ham o'tgan safar iste'molchilarni jalb qilish haqida o'zingiz aytgandingiz. Bu demak bor shunaqa. Mazkur tashkilotlar jalb qilinishi tufayli sud tanaffus e'lon qiladi. Sud majlisini 3-iyun 3-iyun kuni chorshanba kuni soat 16:00 ga qoldiramiz.